Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Hadircha qishlog'iga qo'ygan ishimiz Akfa alyumin Zolotoy dub. Oynasi yo'q deb bir qavat bo'lgan. Hop, shu bu yerga 7 metr veranda, bitta rom, ikkita Porsche olib kelib qo'yib berdik. Verandamiz uzunligi 7 metr, bo'yi 1.95 bo'lgan. Bu tomonga 6 ko'z qilib, ikkita ochilish, bitta Porsche qo'yib berdik. Ustunlarini har doimgi arkafonda butun qilib uraverdik. Chekasini ham baquvvatidan qilib berganmiz bir xil chiqish uchun. Ruchkalarini kraft yangi ruchkalardan qo'yib berdik. Talabiga binoan. Yopilishlari chotki, buni ham xudo xolasa xizmatlari yaxshi. Lirovkasi chiroyli chiqdi. Bo'yicha eshik uzunligi uchun 4 ta osha-mosh qo'yib qo'ydik. Ruchkalarni har doimgidek oqinli plasmasdan ruchkalarni montaj qilib berganmiz. Portichkasi mexanizm qaychi bo'lgan, 90 gradusga ochiladigan. Joyiga tura oladi. Bu yerda 7 metr bo'lgan. Eshigimiz bu 280 bo'lgan. Ichkarida bitta romimiz bor, o'sha tashqaridan ko'ringan romimiz. Buni ham 3 ko'z qilib o'rtasini ochilish qilib berdik. Ikkita portichkamiz bo'ldi. O'sha alyumin Akfa originaliga bo'ldi, dolasi hammasi. Hop. Bu ishimizni общий narxiga keladigan bo'lsak 10 millionga qilib berdik. 7 metr terrasa, bo'yi 2 metr bo'lgan. Ikkita ochilish, bitta portichka bo'ldi. Bitta qanot, ikki qanotli eshik yo'ldi bir tarafida. Bitta rom. Romimiz 1.26 ga 1.60, ikkita portichka bo'lgan, aytamish kerakdan. Hammasini 10 millionga olib kelib o'rnatib berdik. Akfa originaliga bo'ldi. Oynasi yo'q deb bir qavat. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar, hurmatli obunachilar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Oddiy bo'la xizmatlaridamiz. Kanalda yangilar podpiska qilib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimizni ham ko'rib turasizlar inshaalloh. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.